Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga Akfa alyumin G106 mokriy asfaltli oynalarini bir qavat seriya oyna qilib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Romlarimiz razmerlari keladigan bo'lsa, enlari 270, bo'yi 220 bo'lgan. To'rtta ko'z qilib o'rtadan ikkitadan ochilish qildik. 1 kvadrat metrini 620 ming so'mdan kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyimizda ofis summasi 18 million so'mga bo'ldi. Padagonlari 25 lik qo'yib berganmiz. Ichki ko'rinishlarni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Eshiklarimiz mana 2 qanotli eshik bo'lib, bulut kalitlarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Taglari doimgidek alikafon bo'ldi. Padagonlarimiz ham mana Sara Plus 25 lik padagonlar. Romlarimiz ham ochilib yopilishlari chiroyli holatda bo'ldi. Bu joyimiz Bulovoshi Netfron shaharchasiga kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Akfani o'zidan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Juda ham bir chiroyli holatda qilib, bozlarni ham mana 8 sm qilib berdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.